Okay guys, amsa tekst qaraylik bolalar. Endi bu tekstda avval bir necha savol bor. Sizlar bu savolni bir javob ko'rib o'tgandan keyin anglaysizlar buni ovoz uchun. Anglab bundan keyin bir javob berib boqsanglar. For example, what is Penny going to do with the waves? Dam shu. Au tashdakni, alonqa tashdakni zade. Bu Penny qanday qilmoqchi? Does Sam want her to do that? Shu Sam uni shunday qilgandamda, demakchi shu tashdakni bir qo'yishgan. What is Sam going to do with the vase? And the Sam o tashdakni qanday bir taraf qilmoqchi ekanimda. Demak endi bu shu tekstni ayt ko'ngil qo'yib bir anglagandan keyin endi bu savollarga bir javob bersam bo'ladi. Lesson 39. Don't drop it. Listen to the tape, then answer this question. Where does Sam put the vase in the end? What are you going to do with that vase, Penny? I'm going to put it on this table, Sam. Don't do that. Give it to me. What are you going to do with it? I'm going to put it here, in front of the window. Be careful. Don't drop it. Don't put it there, Sam. Put it here, on this shelf. There we are. It's a lovely vase. Those flowers are lovely too. All right. Amsa anglab bo'lganmi bolalar? Andaqda bizningki shu tekstni bir tafsiliy bir qarab boqaylik. So what are you going to do with that vase, Penny? So what are you going to do? And then be going to deganimiz maqchi. What are you going to do with that vase? And then with something. Do with something degan shu bir taraf qilmoq yoki ma'lum ishni bir o'rindamoq degan gap. Demak, what are you going to do with that vase, Penny? And so tashdakni qanday qilasiz, Penny deydi. What are you going to do with that vase? I'm going to put it on this table. Okay, men uni shu stolning ustiga qo'ymoqchi. I am going to put it on this table, Sam. So don't do that. Give it to me. Voy, unda qilmang. Menga bering. Give it to me. Matsi degan voqeaga kelmadi. Menga bering. Give it to me. Unda qilmang, menga bering. What are you going to do with it? Voy, uni qanday qilsiz? Demakchi uni qanday bir taraf qilsiz? Desa, I am going to put it here. Men uni uyaga qo'ymoqchi. In front of the window. And in front of degan ning oldida shunami? Demakchi there is ning oldida qo'ymoqchi. And in the front of degancha ma'lum narsaning ichining oldida deganga, masalan in the front of the car, in the front of the bus degandek. I'm going to put it in front of the window. Be careful, don't drop it. Nima? Diqqat qiling. Tashlab etmang, qo'lingizni tushirib etmang. Don't put it there, Sam. Voy, Sam, uyaga qo'ymang. Put degan qo'ymang emasmi? Put it here on this shelf. O bu yoqqa qo'ying. Takshining ustiga. Yoki jazining ustiga deganga. Put it here on this shelf. Here we are. Mana qo'yib bo'ldik. Demakchi hamda tashdek bilan biz mana mishada demakchi bu yoqqa qo'yib bo'ldik degan gap bo'ldik. Here we are. Here we are. It's a lovely vase. O'yintan omaq tashdek. Those flowers are lovely too. And bu gullar o'yintan go'zal omaq adamdan yaxshi ko'rsa keltirdi. Demak, endi bu tekstning bir qisqagina mazmuni. Endi bu tekstimizga eng muhim bo'lgan language points qarang. Endi shunda bu nima desam, birinchi to do with. Endi bu yer to do with deganimiz nima desam, shu bir taraf qilmoq degan gap. Yoki bir ish qilmoq shuni. Masalan, what are you going to do with the vase? Endi tashdakni qanday qilmoqchisiz? Sar qanday qilsiz? Yoki chiqib o'tamsiz, u yoqqa qo'yamiz, bu yoqqa qo'yamiz. Demak, shuni qanday bir taraf qilsiz degan gap. Shunami? Degan with degan bilan billar degan gap. Masalan, with his father, onun bilan billa.
Okay, and then what are you going to do with him? And uning bilan nima ish qilsiz? Zari nima ish qilganligini ana masalan ular bilan menda bir ish qilmoq degan gap. What are you going to do with him? Uning bilan nima ish qilsiz? I'm going to play football with him. Yoki I'm going to do my homework with him. Men uning bilan topshiriq ishlayman degan ishnaman. So what are you going to do with this knife? And u pichoq bilan nima ish qilsiz? Demak, u pichoqni nimaga ishlatsangiz, nima ish qilsiz, qanday qilsiz uni degan gap bo'ldi menda. Shu qandaq bir ishlatmak, bir taraf qilmoq degan gap bo'ldi. Shu ham what are you going to do with this knife? Bu pichoqni qanday qilsiz, nima ish qildingiz pichoq bilan degan gap bo'ldi shu. Okay, and what are you going to do with these clothes? And bu kiyim-kechakni qanday qilsiz? Oh, I'm going to wash it. Men uni yuyman. I'm going to give them to my children. Men bolalarimga beraman degandek. Demak, hamda bishara to do with degan shu bir taraf qilmoq yoki shu ish bilan bir qilmoq degan gap. Demak, what are you going to do with these clothes? Hamda ma ikkinchisi nima desanglar? Give me a book. Buni nimda bo'lgangan tuhmalla menga bir kitob bering yoki aytdim. Give me a book. And buningda arkadaşlar xabar nima desanglar give me book. Yani ishkital qanday desanglar janjabin bilan jajabin deb ishkital to'ldiruvchi bor. Endi buning egisi yo'qmi deb so'rashingiz mumkin. Egisi bor. Egisi yushirin kelgan. Odatda buyruq jumlalari egi qanday qilinadi desanglar yushirin keladi. Buningdagi egisi nima? You give me a book. Siz menga bir kitob berasiz. Biz Uyg'urchada siz mana qiling demaymiz-ku. Masalan, o'rningizdan turing. Siz o'rningizdan turing demaymiz. Demak, hamda o buyruq jumlalar odatda qanday tilda bo'lsin, hamda yushirin holati keladi. O'rningdan tur, o'tiring, mana qiling, unda qiling. Hamda siz degan hamda yushirin holati keldi. Demak, hamda xabar nima desanglar give. Xabar degan shu hamda shu bir sharkatning harakatini bir bayon qilib keldi bu hamda. Berish, bermak, demak tumaq, ko'pincha mush fe'llar xabar olib keldi. Ani to'ldiruvchi degan nima desanglar shu eginingki ob'ekti. Shu nimani berdi, kimga berdi degandek-chi. Ob'ekt. Masalan, I love you shundami? Egisi I, shu yaxshi ko'rgitsa, yaxshi ko'ralgitsa ob'ekt. Nishani shundami? Shu egining ob'ekti, shu yaxshi ko'rish ob'ekti nima? Yo'q u hamda. You degan to'ldiruvchi. Hamda men beradigan ob'ekt nima? Shu kitob bilan me. Va kishilik almash me menga. Demak, jumlada men to'ldiruvchi bo'lib ketadi-chi, menga. Bu nima odatda narsalar jumlada bevosita to'ldiruvchi bo'ladi. Bevosita to'ldiruvchini shu jajabin deymiz. Vositalik to'ldiruvchi deganni aytib o'tsanglar janjabin. Vositalik to'ldiruvchi deganni nima? Janjabin. Shunga ham nima yarki? Give me a book. Endi yana bir jumla bor. Agar. Okay. Masalan, give a book to me. Agar meningdek Mushu bevosita to'ldiruvchi xabarning keyinda kelib qolsa, vositalik to'ldiruvchining oldiga ham qo'yamiz to. Ya'ni nima desam, mushning o'xish, mushu mening oldiga vositalik to'ldiruvchi qo'yamda. Menga, demakchi to g'aqagaka. Shu yo'lnish fe'li, yo'lnishni bildirgan g'aqagakani mushu to'ningki mening oldiga qo'yamiz. Give me a book. Give a book to me. Shunami? Give a book to me. Menga bering kitob. Degandek. Shunga bugungi darsning muhim nuqta hamda demak hamda vositalik to'ldiruvchi nang oldiga to qo'yamiz. Bevosita to'ldiruvchi, bevosita to'ldiruvchi narsalar hamda bevosita to'ldiruvchi bo'ldi hamda bu jumlada. Shu xabardan keyin bevosita kelib qolsa, vositalik to'ldiruvchi oldiga to qo'yamiz. Masalan, give me a knife. Give a knife to me. Nima? Ammo qaranglar, be careful. Be careful deganimiz nima? Diqqat qiling degan gap, ehtiyot qiling degan gap, shunami? Masalan, be careful with the glass. Aynakka diqqat qiling. Demakchi, diqqat qiling. Watch out. Watch out. Bu nima diqqat qiling? Yo'ldan, hey, watch out. Diqqat qiling. Ko'zingiz yo'qmi deydi-ku. Shu watch out. Shu diqqat qiling. Okay, look out. Okay, look out bo'lishi. Look out. Look out shu o'xshashlarni diqqat qiling degan gap. And caution. Masalan, yagizib qo'ydik, masalan, voy beshingizga ehtiyot qiling, caution. Bo'lmasa usib solasiz, 5 daqiqadan tushganda mas'ulimiz 5 daqiqa olsa, caution deb qo'yiladi. Watch out, look out.
Endi bir yere there we are. Endi bu asıl şekilde we are there. Endi biz bir yerde demekçi biz yerde. Demekçi bu koyup buldum demekçi bu anda. Mesela şuna okşaş mesela here we go. Okay. Mana biz demekçi başlayla. Here we go. That's it. That is it bo'lsa, o mana mushu. Demak, mushundaq bo'lsin. Mushundaq bo'lsin. That's it. Bir qara, mana shu mushundaq bo'lsin hamsa. And here we are. Biz mana bu yerda. Mana biz. Now here we are. Yoki biz musha keldik degan gap. And we are here and biz mana bo'lsak bu yer asl shaklini ma'risanlar here degan keyin keldi. Ma ta'ti jumlalar ma'risanlar ma qattiq qulaylik bo'lsin. Here we are deb ma o'zgartib olgan. We are here and biz bo'lsak mana. Demakki biz kelib qoldik mana. Degan gap. Voy biz mana keldik. Here we are. Vallahi mana keldik. Bag'cha o'ramda olsa. Voy mana keldik. Here we are. Shunaqa. All right. Thank you so much. That's all for today and see you next time. Goodbye.